O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 shu nuqtai nazardan tuyachilikni rivojlantirish tabiiy sharoitga moslashgan, kam xarajat, kam resurs talab etadigan va barqaror rivojlanishga turtki bo'ladigan yo'nalishligi bilan ahamiyatga ega. Afsuski, bizning mamlakatimizda tuyachilikni rivojlantirish bo'yicha ishlar qilinmagan. Ilmiy yondashuvlar, zotlarni o'sha seleksiya ishlarini va ularni o'sha tuyachilikni rivojlantirishga qaratilgan tadbirlarda anchagina bizda bo'shliqlar bo'lgan. O'ylaymanki, bu loyiha mana shu tuya zotlarini yaxshilash, oziqlantirish tizimini takomillashtirish va o'sha qishloqlarda barqaror rivojlanishga olib keladigan qator tadbirlarni, muhim tadbirlarni amalga oshiradi. Bundan tashqari, bu loyiha doirasida xalqaro xorijiy ilg'or tajribalar o'rganilib, o'zimizda mahalliy bir sharoitlarga moslashtiriladi. Bu loyihaning yana bir ijtimoiy jihati bor, bu qishloq aholisini farovonligini oshirish, aholini daromadini oshirish, joylarda ayollar va yoshlarni iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Ishonchli komil, bu loyiha bizni rivojlanish maqsadlarimizga to'la mos keladi. O'ylaymanki, shu loyiha o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarga erishib, tuyachilikda bizni yangi bir sifat bosqichiga olib chiqadi. Mana shu nuqtai nazardan biz xalqaro sheriklarimizga, milliy hamkorlarimizga, mana shu loyihani yordam ko'maklashayotgan, shu loyihani amalga oshirishga ko'maklashayotgan barcha hamkorlarga o'zimizni samimiy minnatdorchiligimizni bildiraman. O'ylaymanki, mana shu loyiha bizning mana shu yo'nalishimizda bir katta qadam bo'ladi. Katta qadamlar uchun, ya'ni boya mana gaplashdik hamkasblar bilan, bu loyihadan biz nimani kutamiz? Bu yangi strategiyani kutishimiz kerak. Bu chunki summasi juda katta emas, lekin buni asosiy strategik hujjatlarni ishlab chiqish, qarorlar uchun bir asos zamin yaratadi deb o'ylaymiz. Ilmiy asoslangan bir zamin yaratadi. Bu asosda bizning vazirligimiz mana shu loyiha uchun qo'shimcha mablag'lar, qo'shimcha resurslarni jalb qilish uchun bir katta zamin yaratib, barchamizga bir foydali imkoniyat beradi deb o'ylayman. Mana shu tadbirni tashkil etganlaringiz uchun faolga yana rahmat aytaman. Barchangizga mana shu loyihada ishtirok etganlaringiz uchun, qo'llab-quvvatlayotganlaringiz uchun barchangizga tashakkur bildirib, hammangizga muvaffaqiyat tilayman. Katta rahmat. Shu qo'mitasidan Farhod aka Oqboyevga beramiz. Yaylov masalalari bo'yicha yaylov bo'limi boshqarmasi boshlig'i. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari, hurmatli hamkasblar. Albatta, mana bugungi ajoyib bir tadbir O'zbekistonda tuyachilikni rivojlantirish sohasida yangi loyihani ishga tushirish bo'yicha anjumanda yig'ilib turibmiz. Avvalambor biz mana shu yilgi Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2026-yilda xalqaro yaylovlar va chorvado'rlar yili deb e'lon qilinishi ham juda katta bir ahamiyatga ega. Sizlar bilan shu tadbirda ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Avvalambor FAOning O'zbekistondagi elchixonasiga ushbu tadbirni tashkil etganligi uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan mana shu bu yilda 2026-yilda xalqaro yaylovlar va chorvadorlar deb e'lon qilinishi ham bejiz emas. Keyingi yillarda shu yer yuzida iqlimning keskin o'zgarishi, ekologiya va qishloq xo'jaligining, jumladan chorvachilikning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada davlatlarda mana shu oziq-ovqat xavfsizligi 2026-yilda xalqaro yaylovlar va chorvadorlar yili deb e'lon qilinishi yaylovlar va chorvadorlarning yaylovning ahamiyati haqida xabardorlikni oshirish, chorvachilik sohasiga foyda keltiradigan investitsiyalarni ko'paytirish va bu shu yaylovni rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan siyosatni qo'llab-quvvatlash uchun muayyan imkoniyat yaratib beradi. Chorvadorlarning yer va tabiiy resurslari
yaylovlardan oqilona foydalanish ta'minlaydigan an'anaviy va intensiv boshqaruv rivojlantirishga chaqiradi. Shuningdek, xalqaro yaylovlarda chorvadorlar yilining yana bir maqsadi chorvadorlarning turmush darajasini va chorvachilik yaylovlarini barqaror boshqarish, yaxshilash, uni degradatsiyasini oldini olishda hamkorlikni kuchaytiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan oxirgi yillarda chorvachilik sohasini rivojlantirish hamda yaylovlardan samarali foydalanish. Hamkasblar, ustozlar, avvalambor sizlarni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti nomidan samimiy muborakbod etishga ruxsat etasizlar. Butun Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan bu yil 2026 yil Xalqaro yaylovlar va yaylov chorvadorlari yili deb e'lon qilingan. Shu munosabat bilan barcha chorvadorlarni, barcha yaylovdan foydalanuvchilarni ushbu yil bilan samimiy tabriklayman. Hammamizga ma'lumki, iqlim o'zgarishi nafaqat O'zbekistonda, balki butun jahonda chorvadorlar oldiga, yaylovdan foydalanuvchilar oldiga, qishloq xo'jaligi oldiga yangidan yangi chaqiriqlar, muammolarni vujudga keltiryapti. Ushbu muammolarni hal qilish, ushbu chaqiriqlarga yarasha tadbirlar ishlab chiqish, albatta xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, yangi zamonaviy innovatsion texnika va texnologiyalarni qo'llash orqali hal qilib kelinmoqda. Mana shu hamkorlik natijasi bugun biz ushbu yaylovlarni yanada barqaror rivojlantirish hamda ulardan barqaror foydalanishni rivojlantirish maqsadida yangi loyihamiz, ya'ni O'zbekistonda tuyachilikni qo'llab-quvvatlash va mahsulotlarni yetishtirish loyihasini boshladik. Bu hali ushbu sohada qilinadigan eng dastlabki tadbirlar deb bilaman. Ushbu tadbirlar natijasi bo'yicha kelgusida yana ko'proq tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha ishlar ko'zda tutilgan. Shu fursatdan foydalanib men ushbu tadbirlarni amalga oshirishda yaqindan hamkorlik qilayotgan bizni doimiy hamkorlarimiz O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi, Turkiya Jumhuriyati Qishloq va o'rmon xo'jaligi vazirligi, Turkiya Jumhuriyati elchixonasiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Bundan keyin ham ushbu hamkorlikni biz davom ettiramiz degan umiddaman. Ushbu tadbirda hammalaringizga omad, tadbir ishtirokchilariga ulkan zafarlar tilayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ishtirokchilar, stollaringizda mikrofonlar va naushniklar qo'yilgan. Hozir bizda xalqaro mutaxassisimizning kirish so'zlari bo'ladi. Bemalol tarjima sifatida xizmatdan foydalansalaringiz bo'ladi. Naushniklarga tarjima olingan. Endigi so'z navbatini AO'ning markaziy ofisi dan Mr. Badi Basbesga beramiz. Mr. Badi Basbes, are you hearing me? Mr. Badi? Ovoz chiqmayapti shekilli. Zoomda ovozini ko'taramiz. Zoomda ovozi. Sorry, Mr. Badi. Are you hearing me? Selamünaleyküm. Türkiye'den hepinize çok selamlar ve saygılar sunuyorum. Selamünaleyküm. Türkiye'den sizge alengalik salomlar da geldim. Saygıdeğer konuklar ve değerli katılımcılar. Hurmatli qatnashchilar, aziz mehmonlar. Dünyada artan nüfusun, değişen tüketim alışkanlıkları ve iklim değişikliği sonucu oluşan kuraklık tehlikesi ve daralan tabii kaynaklar tarımın önemini giderek artırmaktadır. Hepimizin malumu olduğu üzere. Hammamizga ma'lumki, bugungi iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi jarayonida qishloq xo'jaligida katta muammolar yuzaga kelmoqda. Buni hammamiz bilamiz.
Bu yönüyle her ülke tarıma ve doğal kaynaklarına ayrı bir önem vermekte, korumakta ve güçlendirmekte. Hayvancılık sektörü de tarımın ve tarımsal üretimin temel taşlarından birisidir. Chorvachilik yo'nalishi oziq-ovqatni asosiy yo'nalishlaridan bittasi hisoblanadi. Hayvancılık sektöründe verimliliğin artması, hayvan beslemesinin doğru ve dengeli bir şekilde yapılmasına bağlıdır. Chorvachilikni rivojlantirish, chorvachilikda unumdorlikni oshirish, oziqa birligini kuchaytirish orqali bunga erishish mumkin. Hayvan beslemesinde ise kaba yem bu yönüyle çok önemli bir yer tutmaktadır. Chorvachilikda dag'al xashak bu yo'nalishda asosiy faktorlardan bittasi. Hayvancılık işletmelerinde karlılığın, verimliliğin en üst seviyede olabilmesi için hayvan besleme materyallerinin bol ve ekonomik olarak temin edilmesi gerekmektedir. Chorvachilikda oziqa birligini oshirish va uni samaradorligini oshirish uchun uni tannarxini kamaytirish borasida ishlash kerak. Bu yönüyle çok miktarda ve ekonomik olarak kaba yem üretim kaynak alanları ise mera, yaylak ve kışlak alanlarıdır. Chorva uchun asosiy oziqa maydonlari, asosiy yaylovlar, adirliklar, bular asosiy yem dag'al xashak yetishtirishga manbasi hisoblanadi. Mera alanları hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilir gıda güvenliğinin sağlanması için önem arz eder. Yaylovlar chorvachilikda asosiy rivojlantirish va yem oziqa masalasida asosiy rol o'ynaydi. Yine mera alanları toprak ve su muhafazasının temini için ayrı bir öneme sahiptir. Yaylovlar asosan namni saqlash bo'yicha ahamiyatga ega. Erozyonun, toprak ve su erozyonunun kontrolü ve sürdürülebilir çevrenin oluşturulması ile ayrı bir önem arz eder. Yaylovlarni rivojlantirish eroziyani oldini olish bilan birgalikda atrof muhitni yaxshilashga ham katta xizmat qiladi. Bitkisel vejetasyonu hasebiyle küresel ısınmaya olan sera gazlarının emisyonunu azaltır. Yaylovlarni yashillantirish umumiy iqlim o'zgarishi, ya'ni temperaturani oshishi va issiqxona gazlarini ko'paytirishni oldini olishga yordam beradi. Bir diğer önemi de içerdiği bitki vejetasyonu konumuyla doğal gen kaynaklarının korunması açısından çok daha hayati bir öneme sahiptir. Yaylovlarning yana bir juda ahamiyatli tomoni o'simliklarni Yaptıkları üstün gayret ve çalışmalarında başarılar diliyorum. So'zimni yakunlashdan oldin xalqaro yaylovlar va yaylov chorvachiligi yili bilan barchalaringiz bilan muborakbod qilaman. İşlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Çok teşekkürler. Bizdeki sorularına Türkiye Cumhuriyeti'nin O'zbekistondagi elchixonasining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha ateşisi Janob Burhan Demirokov bilamiz. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Avvalambor sizning shu yerga qatnashishingizni tabriklayman, omad tilayman. Xalqaro yaylovlar va yaylov chorvadarlari yili 2026 yil için hisoblanadi. Bu sebeple sizlerni tabriklayman. O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligiga juda katta önem verilmekte ve bu teşkil qilinishi için işlemekteyiz. Ayniqsa qishloq xo'jaligi boyunca chorvachilik, sebzavotchilik, urug'chilik, qishloq xo'jaligi sigortalari masalalari boyunca loyihalarımız devam etmekte. Şu sebeple yaylovlar qonunchiligi yangi oldingi aylarda tashkil qilinib imzo qo'llanildi. Yaylovlar
yaylovların barqarorligini ta'minlash, iklimga chidamli chorvachilikni rivojlantirish kabi masalalar bu qonunchilikda en önemli, en muhim yo'nalishlar bo'lib hisoblanadi. Shu sababla ayniqsa veterinariya ve chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi juda ham muhim loyihalar ve ishlayishlarni qodir bo'lishni kutamiz. Ben sözünün ahirinde hepinizi tebriklayman. Bu sebeple öz minnettarcılığımı bildiremen, omad dileymen. Sağ olunlar, sağ olun. Davlat Rahmanboy, sizga ham katta rahmat iliq niyatlar uchun. Hurmatli ishtirokchilar, endi e'tiborlaringizni ekranga qaratishlaringizni so'rab qolaman. Bizda yaylov chorvadorlari va yaylovchilik yili bo'yicha maxsus videorolik. Rahmat. Yer yuzidagi yaylovlardan iborat. Bu hududlarda tabiiy o'tlar, butalar va siyrak daraxtlar o'sadi. Ular chorva mollari va yovvoyi hayvonlar uchun asosiy ozuqa manbai hisoblanadi. Yaylovlar 500 milliondan ortiq chorvadorlarning tirikchiligi uchun muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ular iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda katta salohiyatga ega. Ushbu masala haqida xabardorlikni oshirish maqsadida O'zbekiston hukumati tomonidan xalqaro yaylovlar va chorvadorlar yilini e'lon qilish taklif etildi. Iqlimning tobora beqarorlashuvi, aholi sonining ortishi hamda yer resurslaridan besamar foydalanish xalqaro miqyosda shoshilinch global e'tibor talab etadi. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligi va ekotizim xizmatlarini ta'minlash uchun muhimdir. Mazkur tashabbus barqaror rivojlanish maqsadlariga quyidagilar orqali hissa qo'shadi. Barqaror yer boshqaruvi va yashashni rivojlantirish, ilmiy asoslangan va samarali siyosat yuritish, yaylovlar va chorvachilikning iqtisodiy hamda madaniy ahamiyatini kuchaytirish, chorvadorlar huquqlarini qo'llab-quvvatlash, barcha aholining sog'lom ovqatlanishi va farovonligini yaxshilash. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 2026 yil yaylovlar va chorvadorlar xalqaro yili deb e'lon qilindi. Suhbatlar ekologiyasi matbuot instituti direktori Erkin Shahtarga so'z navbatini beramiz. Iltimos kliker bo'lsalaringiz, birinchi taqdimotni ham qo'yib yuborsalaringiz. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, mana bugun yuqorida rahbariyatimiz qayd etgandek, muhtaram prezidentimizning 2025 yil 30 yanvardagi 15-son farmonlardan kelib chiqib, respublikamizdagi cho'l yaylov hududlarini qaytadan xatlovdan o'tkazdik va yuqoridagi monitoringda bugungi kunda cho'l yaylovlari 16 million gektarga yaqin bo'lib, undan 2 millioni bu har xil toifadagi degradatsiyaga uchragan yaylovlar hisoblanadi. Ushbu yaylovlar yuqorida ko'rib turganlaringizdek Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy, Jizzax, Buxoro, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlariga to'g'ri keladi. To'g'rida bugungi kunda ham hurmatli vazirimiz maslahatchilar aytganlaridek, o'sha yaylovda o'chib kelayotgan chorvachilikni kelgusida rivojlantirish, bu qorako'lchilik bo'lmasa yuqorida aytib o'tilgandek tuyachilik sohasini rivojlantirish, ayniqsa tuyachilikka e'tiborni qaratish bu yangi chorvachilikdagi pog'ona hisoblanadi. Shuning uchun bugungi seminarimizning ishtirokchilari va seminarga aytaylikki muvaffaqiyatlar tilayman va samarali bo'lishiga tilaklashaman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Davlat, katta rahmat sizga. Hurmatli ishtirokchilar, bizda endigi navbatimiz, demak, Veterinar va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi raisining 2026 yil 3-apreldagi 48 sonli
buyrug'i bilan O'zbekiston Respublikasi chorvachilik fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlanishlar ro'yxati tasdiqlangan. Shu munosabat bilan taqdirlash marosimini boshlaymiz. Taklif bermoqchiman. Avvalambor mana shu kunni yaylov chorvalarni belgilashimiz katta tarixiy voqea. Bu bilan barcha soha xodimlarini tabriklashdan bir qatorda ikkita taklifim bor. Birinchi taklif, mana hozir turkiyalik mehmonlarimiz ham bu narsani o'z nuqtalarida aytib ketdi. Endi mana shu yaylovlardan rotatsion asosida, ya'ni yaylovda hosildorligidan, unda yuklamadan kelib chiqqan holda rotatsiya asosida foydalanish tizimini me'yoriy hujjatlar bilan tizimli ravishda joriy etishni amalga oshirish kerak. Ikkinchisi, yaylov hayvonlari asosan tuyalar va otlar, qo'ylar bo'ladi. Ularni fiziologik holatini tez nazorat qilish uchun yaylov hayvoni bo'lgani uchun ko'p o'ziga yaqin bosh imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun hozirgi mana fan texnologiya rivojlangan masofadan turib raqamli texnologiyalar asosida ularni nazorat qilish modelini yaratish kerak. Va uchinchi taklif shunday iboratki, aynan hozirgi global iqlim o'zgarishlari sharoitidan kelib chiqib, chorva mollarini yaylovlarda joylashtirishni qayta ko'rib chiqish kerak va yangi yaylov chorvachiligi modelini, yangi yo'nalishlarni ishlab chiqsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunda biz yaylovlardan unumli foydalangan bo'lardik va kelgusi avlodga ham bu yaylovlarni to'la-to'kis yetkazib bergan bo'lardik. E'tiborlar uchun rahmat. Bizlarda yana bitta qatnashchimiz bor. O'shaga ham so'z bersak, marhamat topib. Assalomu alaykum. Mening ismim Yigitbekova Jadra Nazarbayeva. Toshkent davlat agrar universitetida mustaqil tadqiqotchisiman. Hozirgi kunda tuya sohasida ilmiy ish olib boryapman. Mavzuyim o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida tuyalar uchun mahsuldorlik va texnologik ko'rsatkichlarni ilmiy asoslash bu hisoblanadi dissertatsiya ishi mavzusi. Endi bu dissertatsiya ishimga keladigan bo'lsak, bunda aynan o'sha Usturt Orolbo'yi hududida, ya'ni 3 ta hududni olib, o'sha 3 ta hududda shimoliy Orolbo'yi va janubiy hududlarda tuyalar uchun mahsuldorligini solishtirganmiz. Ya'ni bunda 3 ta tuya zoti, ya'ni bir o'rkachli bakteriyan, piramidal va duragelarni solishtirganmiz bir-biri bilan shu mahsuldorligini. Endi hududlar kesimida oladigan bo'lsak, bunda bizda eng yuqori shu mahsuldorlik shimoliy hududga to'g'ri kelgan. Ikkinchi o'rinda bunda Orolbo'yi hududi, uchinchi o'rinda janubiy hudud hisoblangan. Bunda shu mahsuldorligimiz, ya'ni o'sha shimoliy hududda, ya'ni shimoliy hududda 3,1 kilogramdan, ya'ni 4-8 kilogramgacha jum mahsuldorligini olganmiz 40'ida. Endi tuyalarga keladigan bo'lsak, ya'ni tuyalar bu qadimgi zamonda O'zbekiston Respublikasida, ya'ni yaxshi nima deydi, chorvaning bitta nimasi sohasi hisoblanib, ya'ni bu kam xarajat, ya'ni hamma ozuqaga unaqa talabkor emas. O'sha tuya cho'l zonasidagi hamma ozuqani yeydi. Undan keyin 2 haftadan uzoq 1 oygacha suvsizlikka chidamli hayvon hisoblanadi. Ya'ni ozuqa bilan suvga talabchan emas, lekin yuqori mahsuldor respublika uchun sut, go'sht va jun mahsuldorligini olsak bo'ladi. O'shaning uchun o'ylaymanki, o'sha Usturt zonalarda, ya'ni Orolbo'yida, Usturt zonalarida cho'l zonalari yanada o'sha tuyalarga ozuqabop ekinlarni ko'paytirib, yuqori mahsuldorlik jun, sut va go'sht mahsulotlarini olsak, talabga javob beradi deb o'ylayman. Yaxshi bo'ladi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Katta rahmat. Endi taqdimot tugaydi. Shuning uchun bu tiyashlik yo'nalishi yangi o'sha loyihaning genetikasini, seleksiyasini bo'lmasa yangi to'g'on yaratishni oson yo'nalish bo'yicha bir maqsad doirasini e'lon qilish. Sababi bu narsani e'lon qilsak, mana shu tugashiga ham molashiga o'tib qoladi. Shuning uchun mana shu ikkita yo'nalishda ham o'sha yo'l qo'ysak, o'sha laboratoriyani ochish hamda yangi tomon e'lon qilsak, loyihani yana kelgusida o'sha bilandan keyin ham barqaror rivojlanib ketishiga turtki bo'ladi.
yana ta'kidlagan bo'laman, o'sha bu loyihada asosiy ijrochilar quruvchi inson olimlarini tajribasidan ana shu lavozimdan foydalansak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Loyiha ishiga omad tilayman. Avvalambor bu tadbirni tashkil qilib, ana shu mazmunli o'tkazishga ko'mak bergan FAO tashkilotiga kattadan katta rahmat aytamiz. Juda muhim tashabbus. Mana seminarni boshidan oxirigacha o'tirib, eshitib, juda qiziqarli ekanligiga o'zim ishonch hosil qildim. Bu mavzuni zarurligiga yaqqol ko'rdikda hammamiz o'zimiz qiziqishimiz borligini. Mana bu rasmiy ochilish bilan barchani tabriklayman. Bu loyiha muvaffaqiyat tilaymiz bu loyihaga. Bundan tashqari mana shu tadbirda e'tirof etilgan ermoqchiliklari, ilmiy fidoyilarni, ilmiy fan fidoyilarini barchasini tabriklayman. Yana bir bor ishlaringizga omad tilaymiz. Mana shu loyiha doirasida sizlar ham o'zlaringizni hissalaringizni qo'shasizlar, fikrlaringizni berasizlar deb umid qilamiz. Endi yuqorida juda yaxshi fikrlarni eshitdik. Prezentatsiyalar juda qiziqarli bo'ldi. Katta rahmat aytamiz xorijiy hamkorlarimizga. Mongoliyalik prezentatsiya juda qiziqarli bo'ldi. Bu yerdagi imkoniyatlarni ko'rdik. Keyinchalik mana shu imkoniyatlardan foydalanib hamkorligimizni birgalikda davom ettirishni umid qilamiz. Abdulrazzoq o'zlarining fikrlarini aytib o'tdi. Birlashgan Arab Amirligidagi tajribani bo'lishdi. Tuyachilik bizga o'zi uzoq soha emas, madaniyat jihatdan ham juda yaqin soha. Tuyachilik desa darrov esimga keldi, boya ham suhbatlarga aytdim. Qirg'iz xalqining buyuk yozuvchisi Chingiz Aytmatovni asarida ham tuyachilik uchun ham alohida tasvirlar bor. O'zimizda buyuk qo'shiqchimiz Sherali Jo'rayev qo'shiqlarida bor. Karvon ko'rib tuyalarni ko'rgan yoki chorvador xalqimiz uchun ataylab aytilganligi. Shularni o'ylasak, bu sohani juda muhim, juda kam xarj, bugungi iqlim sharoitiga mos, kelgusi uchun juda katta istiqboli bor soha sifatida ko'rinyapti. Mana shu loyiha doirasida kutib qolamiz strategiyani bir puxta ishlanishiga. Bu strategiyani rahbariyatimizga chiqaramiz, bu strategiyaga e'tibor qarattiramiz. Buning uchun keyinchalik yana moliyaviy o'sha sohani qo'llab-quvvatlash jihatlarini o'ylashamiz. Chunki mana bu davraga kelishdan oldin tuyachilik to'g'risida o'zimizda me'yoriy hujjatlarga bir e'tibor qaratdim. Tuya so'zi 2 marta ishlatilgan ekan, ko'p emas ekan. Biz butun mana shu 16 ming, 20 mingga yaqin normativ hujjatlarimiz bo'ladigan bo'lsa, tuyachilik sohasi ham kam yo'q. Demak, mana shu strategiyadan kutib qolamiz. Mana shu strategiyani puxta yozilsa, bir qonunchilik, me'yoriy hujjatlar bo'yi mana yaxshi fikr bildirildi. Me'yoriy hujjatlarga buni kiritib, buni moliyaviy asoslarini topishga birgalikda harakat qilsak, o'ylaymanki, bu muvaffaqiyatga erishdik deb hisoblasak bo'ladi. Bu loyihani muvaffaqiyatini mana shu bilan baholasak bo'ladi. Xorijiy tajribaga ham mana keyinchalik mana FAO bilan birgalikda bularni o'rganib, mana shu strategiyaga kiritib olsak to'g'ri bo'ladi. Hammaga katta rahmat. Mana shu tadbirda ishtirok etganlaringiz uchun, fidokorlik ko'rsatib, o'zlaringizni fikrlaringizni aytganingiz uchun domla katta rahmat. Tuyachilik sohasida ham katta ishlar bor ekan, lekin baribir buni kengaytirish, ko'lamini kengaytirish haqida fikrlar bo'ldi. Katta rahmat sizga domla. Hammaga katta rahmat. Hurmatli ishtirokchilar, shu bilan bizning yaylovchilik va tuyachilik masalasiga bag'ishlangan sessiyamiz tugadi. Hammangiz